Assalomu alaykum azizlarim. Qaynonalar oshxonasiga xush kelibsizlar. Mana bugun biz yana o'zbek milliy taomlaridan ko'cha osh pishiramiz. Ko'cha osh uchun qozonga yog'ni solamiz. Piyozni qovuramiz qizarguncha. Piyozdan keyin shalg'om sabzini ham qovura olamiz. Keyin chiqarilgan pomidor bolgar qalampir bilan ham qovura olamiz. Qovurib olgandan keyin yanchilgan bug'doyni ham qovura olamiz. Birga qovuramiz hammasini. Qovurib oldik. Endi suv solamiz. Suv solib bo'lib, no'xat, qizil laviya, oq laviya hammasini solib, ziravorlar solamiz orqasidan, tuz solamiz. Keyin qaynatishga qo'yamiz. Olovda qaynaydi. Bu ovqatimiz 4 soat, 3,5 soat qaynash kerak. Chunki bug'doyda pishish qiyin bo'ladi, no'xatlarni me'yoriga pishadi sekin-sekin 4 soat. Ko'pigini ham olib tashlaymiz. Qaynagandan keyin birinchi ko'pigini olib tashlaymiz. Tiniq chiqishi uchun. Endi go'shtlarimizni g'inali qilib solib olamiz. Mikrofondan chiqarib. Biz chopperdan chiqardik. Chopperdan chiqarib pishish oldidan solamiz go'shtlarimizni. Keyin yana qaynatishga qo'yamiz. Quyilishi kerak ovqatimiz. Bir xil olovda quyilishi kerak. G'inali go'shtlarimizni solib pishdi ovqatimiz. Endi uni ko'tarib sovitishga qo'yamiz. Sovigandan keyin qatiqlaymiz-da ovqatimizni. Ustiga ziylalarni qo'yib suzamiz. Qatiqlab suziladi. Chakka solib aralashtirasiz. Qatiqlarni qo'yib suzamiz. Yoqimli ishtaha. Keling, ko'cha oshga milliy taomlarimizdan